Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sejar Oldinov va bugungi videorolikda bugun sizlar bilan Dallas yoziga yangilanishi haqida gaplashamiz. Ya'ni do'stlar, taxmin qilib, tahlil qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videorolikimizga albatta do'stlar like bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq biza 20 k bo'lishimiz kerak. Hali ham 20 k bo'lmadik. Shuning uchun ham 50 tagina obunachi qolib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh do'stlar, oldingi videorolikda men sizlarga aytgandim, 500 ta like qilsanglar shu chempionslarni, klassiklarni ikkinchi qismini videorolikini olaman degandim. Bir kun ichida 24 soat bo'lmasdan o'sha 500 ta like qo'yibsizlar. Abdushi sizlardan rahmat. Juda ham xursandman, lekin 2 kun cho'zilib ketdi. Sal vaqt topolmadim. Endi videorolik olaman. Ming bor uzr so'rayman undan. Lekin do'stlar, baribir ikkinchi qismini olaman deganim oldim mana. Xo'p do'stlar, bugungi videorolikda biz sizlar bilan Champions kartalar va keyingi klassiklarni tahlil qilamiz do'stlar. Juda ham bir katta yangilanishga o'tdi yozda. Ishonaveringlar, futboldan boshlamaymiz menimcha. Mahalladagi futbol, televizordagi futbol va telefondagi futbol, ya'ni Dream League o'yinidagi. Xo'sh do'stlar, men sizlarga hozir batafsil aytaman do'stlar. Xo'p, 27 kun tugagandan keyin katta ehtimol 5 ta klassik o'yinchi keladi. 5 ta Fernando Torres, Kole, Karochi bitta video qo'yib beraman. O'shani ko'rasizlar. Shu 1-2 minutdan keyin shu 5 ta keladi va 3 ta sezon pasdan kuchli klassiklarni olsanglar bo'ladi. Ya'ni do'stlar, bu albatta pulga, dalasi sal-pal pulga taqovatdi-yu. Biz shunga shukr qilishimiz kerak. PUBG da ham shunaqa, futbolda ham shunaqa, FIFA da ham shunaqa, boshqa o'yinda ham shunaqa. Keyingi safar ham kelaveradi. Prosta bizni ko'nikishimiz kerak. Dalasi bizga endi berayotgani uchun bunaqa narsani. Endi biz 1 yildan beri dalasi sal-pal pulga taqovatdi deymiz-ku. Boshqa o'yinlarda ham shunaqa qarasak. Buni ham baribir ochiq oldin aytib qo'yishim kerak men. Bu bar shaxsiy fikrim. Kommentariyaga yozib yurmanglar, yana Dallasini kommentariyasidan money bo'lib ketdi, Dallas pulli bo'lib ketdi deb. Xo'p, qaranglar. Qishda time off kartalar kelganda Dallas bizga shunaqa zo'r kartalarni qo'shganda, bugungi videorolikda ham Champions time'larni zo'r qilib tahlil qilamiz do'stlar, zo'r kartalarni albatta. Xo'sh do'stlar, men sizlarga hozir bitta videorolik qo'yib beraman. Albatta videorolikni bemalol ko'rib, o'zimni taxminimni ko'rib, xulosa chiqarsanglar bo'ladi. Xulosani ham albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'sh do'stlar, bunaqa yangilanishlarni Telegram kanaliga tashlab olaman. Telegram kanalining silkasini esa kommentariyadan topasizlar yoki iskatdan Dream Liga deb yozsanglar o'zi chiqib keladi. Xuddi shunaqa yozasizlar. Sabachka Dream siziqcha Liga deb yozsanglar. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa esa sizlarga bitta chotki videorolik qo'yib beraman. Mazax ko'ringlar.
Xo'p, mana akalar, ukalar ko'rdinglar. Endi baribir meyli qilayotganlar, zagruzka berayotganlar endi ko'rgan bo'lsanglar, voy Fernando Torres yo Griezmann bunaqa kartasi Pogba. Da do'stlar, shu narsalar 100% emas, 99% o'zimni tahlilim albatta keladi. O'zimni tahlilim endi ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, videoni baribir eskidan ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 70-80% to'g'ri chiqyapti. Yozda yangilanish xuddi shunaqa chiqadi. Men o'zim o'zbekcha sharhda, o'zbekcha kontent, o'zbekcha yo'nalishda men sizlarga do'stlar xuddi shunaqa narsalarni bera olman. Sizlardan so'raladigan narsa like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videorolik 10 mingta like arziydi. 10 mingta like bo'lishi ham qiyin, lekin sizlar 10 mingta likedan ham oshirib tashlaysizlar. Shuning uchun ham like bosib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, klassiklarni ko'rdinglar. Fernando Torres hozircha 50 kelik bo'lib turibdi. Fernando Torresning ham kartasi kelishi mumkin. Cannavaro'niki 100% keladi. Bo'yi sal pastroq ekan, bizga bo'laveradi. 96 lik kartasi, o'ngga ham, chapga ham libo joyi qilib qo'yaveramiz Cannavaroni. Ko'rdinglar, yana qanaqadir Champions kartalar keladi, yana 3 ta. Endi 3 tani bilmadim. Katta ehtimol 3 ta Champions kartalardan, xo'p, o'zimni taxminimni aytaman. Bale kelishi mumkin, Ibrahimovic yoki Aguero yoki De Bruyne yoki Suarez yoki Lewandowski. Harry Kaneniki kelmaydi hali beri. Xo'p. Yana Neymar bo'lib turibdi do'stlar. 7-tahlilim. Neymar 50 kelik, lekin katta ehtimol Neymar kelishi mumkin. Chunki Rafinha bilan shartnoma qilgan. Endi Rafinha bilasizlar, braziliyalik. Rafinhani ham shunaqa siyoh rang chotki kartasi chiqqan. Endi baribir braziliyalik bo'lgani uchun ham balki kelmasligi mumkin. Balki kuzda kelar. Kuzda ham masalan qanaqadir karta qo'shishi mumkin edi o'zi. Qishda qo'shdi-ku mana time off. Balki kuzda ham qo'shar qanaqadir old time bir balo degan kartalar. Endi bu albatta hammasi taxmin xolos, o'zimning taxminim. Do'stlar, xuddi shunaqa narsa keladi katta ehtimol. 99% mana shu tahlilni ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa keladi o'zimning taxminim. Mayli. Xo'p, zaryadkasam qolmayapti telefonni va do'stlar, sizlardan so'raladigan narsa shu like bosib qo'yib, poddesh yaxshi tursanglar, keyingi videoroliklarda albatta kommentariyaga yozib qoldirsanglar. Kommentlarni hammasini o'qib, javob qaytarib, shunaqa videoroliklar olaman, lekin hozircha shulardan iborat. Albatta do'stlar, 3-qismini ham chiqaring desanglar, 3-qismini shu Facebook, Instagramlardan shu videolarni olib, rasmlarni olib, o'zim ozgina diagnostika qilib, taxmin qilib, sal-pal fakeroq video qo'yaman. Bu haqiqatga yaqin video edi. Ikkinchi qism bu yerda esa sal-pal fakeroq video qo'yishim mumkin agar 3-qismini xohlayotgan bo'lsanglar, bo'lmasa qanaqadir menga challenge berasizlarmi, qanaqadir video oling deb kommentariyaga yozib qoldirsanglar, bemalol shunaqa video olaman keyingi videoroliklarda. Chunki hozirgi vaqtda vaqt ajratolmayman YouTube'ga kontent qilishga. Shuning uchun ham o'zingizlar qanaqadir taxmin beringlar menga. Va xabaringlar bor, mana Koleni eski kartasi. Kole zo'r o'yinchi, lekin mashti ham maqtab qo'yib Koleni 84-94 va full qila olamiz. Koleni masalan hozirlar zo'r. Rivaldo keladi hali, xudo xolasa. Xo'sh do'stlar, hozircha videoroliklar shulardan iboratdir. 20k bo'lsak, endi bu videorolikdan keyin 21k ham bo'lib ketamiz. Shuning uchun ham o'zimni faceimni, ya'ni o'zimni yuz ko'rinishimni chiqarib videorolik olaymi yoki stream qilaymi shu web kameralarda. Albatta kommentariyaga yozib qoldirsanglar, bu menga juda ham qiziq bo'ladi. Hammasini kommentariyasini o'qib, eshitib, javob berib, xudo xolasa o'zimni faceimda ham videoroliklar olib boraman. Xo'sh do'stlar, keyin savol tug'ilishi mumkin. Mana qaranglar, klassiklarni shu DP ko'proq o'ynab olamiz. DP yig'ib olamiz. Plus yana qolgan klassiklarni sezon pass qilib olamiz. Sezon pass pul tikib, ozgina anaqa qilib olamiz, boyitdim. Va chempionslarni do'stlar mana shu kartadan tushiramiz. Legendarniy kartadan, legendarniy bir tushish qiyin, to'g'ri, lekin xudo xolasa harakat qilsak tushira olamiz. Faqat harakatdan keyin sababini qo'yish kerak-da, bar tushirish uchun. Bu yerda legendarniy 6 ta, bu obunachim akkauntda 6 ta baribir kam. Shuning uchun ham bir 50 tacha yig'ib qo'ysa kamida, olmosni bir 20k yig'ib qo'ysa zo'r bo'lardi. Albatta, olmos bilan mana shunaqa yig'ishga qiynalayotgan bo'lsangiz, legendarniy agentlarni Tanga olmos yig'ish xizmatim bor. Tanga olmos yig'ish xizmatini esa Telegram kanalda
kommentariyada Telegram kanalimga tashlab borganman silkasini. Bemalol Telegram kanaliga o'tib qo'yib, olmos va tanga yig'sanglar bo'ladi. Hammadan arzon, hammadan sifatli, hammadan tezkor, hammadan arzon. O'zim garantman, akkauntingizga akkaunt bam yeb ketmaydimi, uxlatib ketmaydimi deyishinglar mumkin. Yo'q, o'zim garant beraman. Lichkamga yozsanglar, men o'zim chiroyli qilib sizlarga tushuntirib qo'yaman. Hozircha do'stlar, videoroligimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat do'stlar. Sog', salomat bo'linglar.